Minecraft o'yinining islomning hech bir erejasini buzmay o'tib chiqishga bo'ladimi? Bu so'roqqa javob bermес burun ikki narsani aniqlab olishimiz kerak. Birinchidan, islomning erejalari qanday? Ikkinchidan, sol erejalarning qaysi Minecraft o'yinina qattiqda? Zerttewim bo'yicha islomda ne istewga bo'ladi, ne istewga bo'lmaydi degan qoidalarning ikki negizgi derak ko'zdan chiqadi. Shariat sandari, ya'ni qasiyatli kitob Qur'ondan, және islomning 5 farzidan. 5 farz dinning negizi. So'ndықтан da Minecraftda o'zi farzlarni o'rindauga tirishimiz qajat. Shahada, iymon keltiruv, namoz, kundelikda qilishlik, zakat, qayrimdilik jasau, saum, Ramazon oyidagi o'roza, және qajliq, Mekkaga boruv. O'zi besiyning ishinde Minecraftda o'rindauga bo'ladini ishiyu g'ana. Yana onaydan bastayıq. Shahada, ya'ni iymon keltiruv. Бұл парыз орындау үшін мұсылман адам Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп айтуы керек. Ендеше жаңа әлем ашайық та, осы сөзді чатқа жазудан бастайық. Міне бітті, иман келтірдік. Бір парыз орындалды. Бірінші ереже оңай болды деп тұрсын ба? Асықпа, алда не күтіп тұрғанын көресің.